ma'lum muaciratda yaşayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Islom tashkiloti Malayziya maslahat kengashining raisi Azmi Abdulhamid adolatsizlikka qarshi turish masalasida Malayziyaning taraf tutmasligi kerakligini aytdi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti Somaliga ezilgan Sharq Turkiston xalqining yanada yer olganligi uchun rahmat aytdi. Hindiston tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Arindam Bagichi Sharq Turkiston vaziyatiga nisbatan tunji qatim baho berdi. Xitoyning davlat bayrami mezgilida iqtisodiy kriz yuz bergan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Islom tashkiloti Malayziya maslahat kengashining raisi Azmi Abdulhamid adolatsizlikka qarshi turish masalasida Malayziyaning taraf tutmasligi kerakligini aytdi. Oldingi hafta Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashi Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida muzokara qilinishi to'g'risida bilat tashlagan bo'lib, Amerika, Angliya, Fransiya qatorliq 17 davlatning qo'llashi, xalqi musulmon bo'lgan Saudiya Arabistoni, Qatar, Pokiston, Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq Xitoyning chapinini ko'taradigan davlatlarni o'z ichiga olgan 19 davlatning qarshi turishi, Malayziya va Hindiston qatorliq davlatlarning betaraf turishi natijasida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashida Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikning muzokara qilinishi rad qilingan. FMT to'rining 10 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Islom tashkiloti Malayziya maslahat kengashining raisi Azmi Abdulhamid adolatsizlikka qarshi turish masalasida Malayziyaning taraf tutmasligi kerakligini aytib, Malayziya o'zini kishilik huquq masalasida intayin prinsipal deb qarab, mazlumlarning qiyinchiligini yaratgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar duch kelgan dafsanchilikka qarta maydonini bildirmadi. Malayziya zolim kuchlarning buyruq qilishiga yo'l qo'ymasligi kerak degan va hukumatning qarorini cho'qim tushuntirish kerakligini aytgan. Oldingi hafta Amanahning muavin prezidenti Salahiddin Ayub va Terengganu Amananing boshlig'i Raja Kamarul Bahranshah hukumatning qaroriga qarta savol qo'ygan. Keyingisi buni numus deb tasvirlagan. Yana bir turkum Uyg'ur qo'llovchilari Malayziyaning o'zini tutib olish orqali haqiqatda turmay ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlarga yordam qilishni xohlamaganligini aytgan. Malayziya 4 Uyg'urlar guruhining raisi Zuhi Yuhi biz Xitoyga bosh egdik. Rahbarlarimiz savdo munosabati sababli aralashishni xohlamadi. Sukut qilish sherik degan. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashida muzokara qilinishini qo'llagan birdan-bir musulmon davlat Somali bo'lib, Sharq Turkiston sürgünde hükümeti ijtimoiy axborot vositalarida Somaliga ezilgan Sharq Turkiston xalqining yanada yer olganligi uchun rahmat aytadiganligini bildirdi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida muzokara qilinishiga qarta Hindiston bilat tashlashdan voz kechgan bo'lib, Hindiston vaqtining 8 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bilat tashlashdan bir kun keyin Hindiston tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Arindam Bagichi muxbirlarni kutib olish yig'inida Sharq Turkiston vaziyatiga tunji qatim baho berib, Hindiston Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarligining atalmish Shinjongdagi kishilik huquq masalasi to'g'risidagi bahosiga diqqat qildi. Bu rayondagi kishilarning kishilik huquqiga hurmat qilish va kafolatlik qilish kerak. Biz aloqador tarafning vaziyatni obyektiv va muvofiq bartaraf qilishini umid qilamiz degan. Davlatlar adolat emas, ko'z oldidagi manfaatlarining tarafdorlari. Xitoyning tajovuzchiligini, har yerni istilo qilish, bo'ysundirish, o'zining qilib olish qora niyatini fahmlasa, haqiqiy manfaatlarining tarafdorlari bo'lgan bo'lsa, barliq davlatlar birlashib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikning muzokara qilinishini talab qilib bilat tashlab, Xitoyga qarshi harakatga o'tgan bo'ladi. Davlatlardagi mutlaq ko'p sondagi xalq irqiy qirg'inchilikdan xabardor bo'lsa-mu parvosiz. Hokimiyat beshidagi hukumatlar diktator va shaxsiyatchi. İnsaniyat dunyosi zulmga sukut qilganning yoki zulmning yanada yer elib, zolimga yordam qilganning balasini cho'qim tortmay qolmaydi. Musulmon davlatlari o'z qarindoshlariga yordam qilmoqda yo'q, zolimni qo'llaganligining og'ir jazosini albatta bir kunni tortadi. O'z ichimizdagi bu zulmga quloqini yupirib olganlar yoki da'vogar to'niga o'rnib olib, xalqni qaymoqtirib, o'zini semirtayotganlar eng battar jazoga tortiladi. Adolat tarafda turib, haqqoniy kurash qilayotganlarning amkining natijasi ko'rilmay qolmaydi. Oxiratda mezonlar qurilib hisob so'ralganda to'ymagan nafsimizga, qitxo'rligimizga hokim bo'lolmaganning jazosini og'ir tortamiz.
Davlat bayrami mezgilida Xitoyda iqtisodiy krizis yuz bergan. The Parentor'ning 10 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Xitoy Kultur va sayohat ministrligining xabarida aytilishicha, Xitoyning davlat bayrami dam olish mezgilida sayohat kirimi 26% tuvanlab 40 milliard 300 million dollarga tushib qolgan. Bu yilgi umumiy kirim 56% ga yaqin tuvanlab 2021 yildagidan nachar bo'lgan. Xitoyda siyosiy vaziyatmi tinch bo'lmagan. 20 navbatlik partiya qurultayıga bir haftami qolmag'achqa Xitoy kuzatuvchilari bosh ministr Li Keqiangning almashtirilishi to'g'risidagi mo'ljalni o'rtoqlashgan. Xitoy Kompartiyasining a'zosi va Xitoy xalq siyosiy maslahat kengashining raisi Wang Yangga qarata o'rtoq tonish paydo bo'layotgan bo'lib, Wang familiyalik ilgari Li Keqiang davrida 2018 yilgacha davlat kengashining muavin boshliqlik vazifasini o'tagan bo'lib, bosh ministrning o'rnini olishga tegishli ma'muriy tajribaga ega ekan. Şanghay Kompartiyasining boshlig'i Li Changga o'xshash ittifoqdoshlarning taqdiri Covid'ning inkosidan keyin tuvalliganlikdan Wang Yangning tayinlanishi murassa qilinadi ekan. Yaqinqi 2 hafta ichida Xitoy katiboshlarının ba'zilari chirigilik jinoyati bilan bostirilgan. Chirigilik jinoyatining siyosiy mohiyati siyosiy guruhning Xi Jinpingga qarshi turishdagi qoldiq izlari deb qaralgan. Xitoy kuzatuvchilari hatto Kommunistik yoshlar ittifoqining qolgan a'zolari ichida Li Keqiang va Hu Junhuadan faqat birining siyosiy byuro doimiy komitetida qilishi mumkinligini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoyning yuqori darajali katiboshlarini tutib turish va ayblash davomlashmoqda ekan. Oliy xalq taftish mahkamasining xabariga qaraganda, Xitoy davlat temir yo'l guruhining sobiq boshlig'i Shin Guangzu chirigilik bilan qo'lga olingan. Xitoyda turishliq Washington pochtasi gazetining muxbiri Audo 1989 yildagi Tiananmen voqeasi bostirilgandan keyin Xi Jinpingning 36 yosh vaqtida yozgan bir maqolasini Fujian kitobxonasida bayqab qolgan bo'lib, maqolada biz erkinlik nomida adabiyot va san'atni burjua erkinligini ilgari surishdagi siyosiy qurol sifatida ishlatib, partiyaning liniyasi, ko'rsatmasi va siyosatini shundoqla partiya rahbarligini rad qiladiganlarga qarshi turishimiz kerak. Yengishga tegishli yana bir ko'z qarash shuki, saf san'atni qo'g'lishish. Bu qarash siyosat va reallikdan ayrilishga ilhom beradi. Bu xil bir taraflama qarash bilan borliqqa kelgan adabiyot san'at asarlari hamisha mushkul yoki sus bo'ladi. Chunki ular turmush va siyosatdan ayrilgan deb yozgan. Mening vatanim mangu Sharqi Turkiston. Abduri Sarvi. Qancha ismi barkina vatanimning nimishqa Qaymıqıman özemmi başqalarga degicha necha yerda necha xil ismlarga boy vatan bizdan boshqa millatda tepilmaydi meningcha. Xo'rliq tortib qizirib deymiz dunyo eliga biz kelgan bek yiroqdan ipak yo'li qo'ynidan besib oldi Xitoylar vatanimni beg'imni Yangi chegara Şinjan deb atib oldi arqadan. Tortimiz degicha Şinjan degan bu nomni ahanatning kuchidan qirsildatgan so'ngakni vatanining ismini qo'g'dayolmas xalq biz demak berdik dunyoga ashundoq bir uchurni. Kimlar ijod qildikin Uyg'ur eli degan gap Xabarida davomliq yozadigan ashundoq Uyg'ur eli diyori vatanimiz ismi ekan. Nadin kelgan mantiqa vijdoningdan so'rab baq. Har qitim bu ismni ko'rganimda betidan mo'rillarim salpiyib tushib ketar boshlarim. Ingraydi bu yurak o'q tekkandek beg'iga. Unutib qopti ba'zilar ismingni vatanim. Uyg'uriston söyümlük anglanadi quloqqa. Umid arzu istaklar mujassamdir uningda. Yangi boshdan ot silib yangi da'vo boshlamdiq. Koni da'vo yatamdi yerim yo'lda ko'lingda. Samat bo'lsa ismingiz o'zingizda erkinlik. Karimiz yo'q o'zgarsa Ahmet yoki Kamakka tikib söküp o'ynashqa eski chapan emas u muqaddas bir ism u kelgan qonliq badalga yo'li davom bo'lsimu eti uruq bo'lsimu atalarning pallisi bo'lgan Sharqi Turkiston
Haqqı berip əhdini kuyup vətən işqida, bu isimni zikr qıb minglab şehit bergen can. Vətənimiz ismi o güzel şərqi Türkistan, əcdad tikкен köçət o qanlarida suğarğan, paltı çapqan ni qollar qurub ketdi kördük biz, elip yürüng yürekdə sizge birer şərəpşan. Atımraz isim bu vasiyetler oyulgan, yuqalsı ger bu isim yuqar numus hem vicdan. Kamil iman atalar neslidin ger bolsanız, deysiz mening vatanim мәңгі şarqi Türkistan. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün alay için köp rahmet. Keler kıtımkı programımız görüşkice Allah'a emanet bolgaysızlar.